Assalomu alaykum qadrli qadrdonlarim, bormisizlar, omonmisizlar? Barchalaringga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Mana sizlarga va'da berganimizdek, Gipki kamenni tayyor holatini ham addini video qilib chiqaramiz degandik. Mana o'sha Farg'ona viloyati Rishton tumani Cheknasirdin qishlog'ida mana shunaqangi Gipki kamenimiz ham shu yerda ishlab chiqariladi va mana shu qishlog'imizga mana shunaqa qilishib tayyorlab yopishtirib berishdi. Buni 1 kvadrati yuqorida aytib o'tganimizdek 90 ming so'mga bitadi. Materiali ham hamma narsasi o'zini ichida. Xullas qadrdonlar, mana buni ustidan lak berish jarayonlari ham bitibdi. Xullas mana shu bitgan holati, mana so'kilga ham mana shunaqangi Gipki kamendan yopishtirsa bo'lar ekan. Keyin ustalarimiz bor ekan. Ustaka endi batafsilroq ma'lumotni mana ustakamizdan olamiz endi. Qobiljon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, mana shu sizni ishdan chalg'itmaymiz aka. Mana shu mikrofonni taqib gapiraverasiz aka. Xo'p. Buni aka bizga bu shogird bolalaringiz aytishdiki, kvadrati 90 ming so'm. Mana shu holatga kelishi 90 ming so'm o'zimizdan deyishdi. To'g'ri. Keyin dastavka xizmati ham mavjud ekan, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Ana qadrdonlar, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor ekan. Operator sal yaqinroq kelib olasiz. Keyin buni yana qanaqa xususiyatlari bor? Necha xili bor buni ustaga? Buni xili endi shakli buni xayolidan o'tkazsa bo'ldi. Menga mana shunaqa xayol, mana shunaqa shakldagi kerak desa bo'ldi. Hammasini chiqarib beraveramiz. Ana qadrdonlar, bir xayolingizdan bitta rang o'tib qolsa ham bo'ldi. Mana shu Qobiljon akam shuni chiqarib devorga yopishib beraver ekan. Beki endi uyda egasini talabiga binoan mana shunaqangi oq-qora svetdagisini chiqarishdi. Qolganlarga xohlagan turdagi ranglarni chiqarib berishaverar ekan. Keyin mana yuqorida aytib o'tishdi Qobiljon akam, 1-2 oyga mana shu 50% shu nimani tashab berishsa, xizmatni tashab bersa, nasiya savdoda ham kelishib qo'yilaverar ekan qadrdonlar. Yana buni qanaqa xususiyatlari bor? Buni xususiyatlari shu quyoshga chidamli, rangini o'zgartirmaydi. 15 yilga garantiya. Bemalol ertaga ustiga chang bo'lib qolsa, boshqa bo'lsa bemalol karchillab yuvaveradi. Ana qadrdonlar, agar kimgadir qiziq bo'lsa, bundan buyog'i endi hamma shu Gipki kamenga o'tib ketadi inshaalloh. Bu yangilik bo'ldi-da, O'zbekistonda yangilik. Inshaalloh hamma shu Gipki kamenga o'tib ketadi, xudo xolasa. Chunki mana yuvsa ham, boshqa qilsa ham bo'laverar ekan. Travertinlar endi to'xtadi-da, bu travertindan keyingi narsa chiqqani. Travertinni keyingi avlodi endi bu, mana. Telefon nomerini aytib o'tasizmi bo'lmasa Qobiljon aka? 90lik 165 92 83. Mana shu ekranga ham qoldiramiz qadrdonlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kamchiliklar uchun avvalo uzr so'rayman qadrdonlar. Like, podpiskani emaslar. Hech like, podpiska so'ramagan qadrdonlar. Sog' bo'lasizlar.